Ko'pchilik hozir Xiaomi'ni qimmatga olayotganini bilasizmi? Aslida ancha arzonroq olish mumkin. Masalan, Redmi Note 15. Oldin 2.530.000 so'm edi. Hozir esa 2.365.000 so'm va ustiga sovg'a ryukzak beriladi. Hozir Ramazon hayit va Navruz aksiyasi ketayapti. Shu sababli Xiaomi Store'da maxsus narxlar qo'yilgan. Masalan, oshxona uchun Aerogrill 995.000 so'm, uy uchun namlagich 445.000 so'm yoki sifatli quloqchinlar 165.000 so'm, 20.000 mAh soatli powerbank 249.000 so'm, fen 399.000 so'm va yana bir narsa. Har bir smartfonga sovg'alar bor. Redmi A5 ga naushnik, Redmi 15C ga krushka va Redmi 15 ga sovg'aga gift box. Va 3 million so'mdan yuqori xarid qilsangiz, sovg'aga band beriladi. Eng muhimi, bu rasmiy Xiaomi Store. Faqat global versiya, 2 yilgacha kafolat bor. Xohlasangiz 0% muddatli to'lov ham bor. Lekin aksiya faqat 4 kun, 20dan 23-martgacha. Mahsulotlar ham, sovg'alar ham cheklangan. Kelib ko'ring, o'zingiz solishtirib ko'rasiz. Xiaomi.